Wow, ver dahshat mashina olibdi. Bu ham mashina ham samolyotku, bunda ham yurib ham, uchib ham benzin bo'lar ekan. Bu dahshat ekan. Voy, qo'shni uzoqroqqa turing, agar qirib qo'ysangiz men o'zini ham gapi sizni ham qo'shib o'ldiradi. Ha, ehtiyot bo'lyapman, tegayotganim yo'q. Ha, tegmang. Men juda ham jahli chiqadi. Axir buni qimmat pulga sotib olgan. Ha, to'g'ri aytasiz, to'g'ri. Men ham tegib ko'rsamchi? Yo'q, tentakmisizlar, tegmanglar deyapman sizlarga men. Ha, bo'ldi, tegmaymiz. Bo'ldi, uzoqroqqa turamiz. Va nihoyat 13-qishloqqa ham yetib keldim. Shuncha vaqt o'zim yo'lda yurdim, lekin charchaganim yo'q, chunki men mashina bilan kelyapman. Yangi mashinam sizlarga ko'rsataman qanaqa mashinaligini. O'zim ham yerdan bilayotgan bo'lsanglar ham kerak. Bu qanaqa mashina? Lamborghini mashinasi. Xo'sh, hozir bu mashinasiga obzor qilib beraman, qarab turinglar. Yopilay. Buni sim yopildi emas, yopilmaydi shekilli. Короче, mashinamizning nomi Lamborghini. Shinalardagi diskalar sariq, o'zi ko'k, saloni qora. Короче, bu kamalak rang yotibdi hamma yog'i. Lekin tezligi juda ham ajoyib va o'zidan o'zi yurayotgandek tuyulyapti menga, lekin sizlarga tuyulyaptimi yo'q bilmadim. Ozgina yuryapti, ozgina bilmadim nimagadir. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni yangi videomda sizlar albatta kanalga obuna bo'lib videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki juda ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Qiziq bo'lmasa ham oxirigacha ko'ra olinglar. Chunki oxirigacha ko'rsanglar sizlar vaqtinglar ekonom bo'ladi. Ya'ni sizlar zerikishni valga unutib qo'yasizlar. Men esa har doimgidek qishloqda qiladigan ishlarimni qilaman-da, qaytib yana 100-qishloqqa ketaman. Bu yerda polizlar kutib turibdi meni, lekin polizda ishlamayman deb o'ylayapman. Polizda chunki juda ko'p ishlayapman shu kunlarda. Yaxshisi polizda ishlamay qo'ya qolganim ma'qul. Hozir esa lekin polizda ishlamasam bo'lmaydi-da. Soliq to'lash kerak. Obbo, mayli. Balki janob merdan so'rab ko'rsam, balki bu gal soliq to'lamasam nima bo'ladi desam, balki rostdan ham yo'q, to'lama, mayli, senga mumkin bu gal deb yorishim mumkin. Endi bilmadim. Stop. What the fuck? Bu vertolyot, samolyot, mashina, jetel bu yozibdi-ku. Bu qanaqa narsa bu? Jetel bu senikimi bu? Yo, janob mer sotib oldi, yangi. Shu yangimi? Ha, yangi. Bu mana orqalar zaylab yozibdi. Qanaqasi yangi bo'lishi mumkin? Mashinasi yangi, samolyoti eskida. Qayoqdan sotib oldi? Qancha sotib oldi? Shahardan zakaz qilganda o'sha olib kelib berishdi. Narx qancha ekan? 16 stak dollar. Nima? 16 stak dollarga shuni sotib oldimi? Tinta ekan. 10 stak dollarga yangi samolyot, 5 stak dollarga yangi mashina beradi-ku. Bilmadim, xullas shunaqa zakaz qilgan ekan, yetib kelgan ekan. Men ham qanaqadir g'alati tuyulyapti menga ham. Yoqmadi menga. U senga yoki menga yoqilishini qizig'i-ku yo'q, lekin janob mer vobshe rasvo qilib yubordi. Shuncha pulni ekonom qilmasdan sarflab yuborgani yomon bo'pti. Mayli. Bizga nima birovning narsasi-ku, bizga umuman qizig'i yo'q. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, Jo'xa. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Bo'ladi, yaxshi keldim. Yangi mashina, samolyot, vertolyot topsizmi? Oldim. Qulluq bo'lsin, zo'r qilibsiz, lekin qimmat olibsiz. Nimaga? 10 stak dollarga yangi samolyot beradi. Yana 5 stak dollarga zo'r mashina olsangiz bo'ladi. 1 stak yoningizda ham qolardi. Shunga kallam yetmagandi, menga yoqib qo'ygandi, shuni olvordim-da. Bekor olibsiz, lekin o'zi qayerdan oldingiz buni men tushunmadim. Bitta saytda ko'rib qo'ygandim, shahardan zakaz qilgandim, olib kelib berishdi. Dastavkasi zato bepul ekan. O'sha mana shu narsa pulidan oladi-da, dastavka pulini ham. Yo'q, hali shunaqa bular nima edi? Shunaqa holatda ishlashadimi bular? Xuddi shunaqa qilishadi. Sizni loh qilishgan, ko'ryapsizmi? Siz bo'lsa loh bo'lib o'tirgansiz, shulardan sotib olib turib 16 stak dollarga ham sotib oladi, men kelib. Endi bir adashdim-da, nima qilay? Nimaga kelganding o'zi? Короче, polizimni yig'ishtirishga erinib turgandim. O'shanga bugun soliq to'lamasam-chi degandim-da. Yo, to'lamasang bo'lmaydi. To'lash kerak. Soliq bu to'lanadigan narsa. To'lamasang qishloqda yashamaysan. Nimaga? Hamma jetellar ayli yuribdi-ku, topshirmasdan hosili pishib bo'lgan. Endi ular bitta-ikkita aytganimni qilgani uchun soliqdan ozod etganman. Qanaqa aytganingizni qildi? Misol uchun bitta jetel yangi olgan avtomobilimni balonini qoraytirib berdi. O'shanga soliqdan ozod etdi bir marta. Keyin yana bitta jetel uyimning ichini supurib berdi. Uni 3 marta soliqdan ozod etdim. Yo'q, shuncha marta ham ozod etasizmi? Bittasi kiyimlarimni, kir bo'lgan kiyimlarimni yuvib berganda uni 5 marta ozod etib yubordim. Kiyimlarni yuvish uy tozalashdan ko'ra oson-ku. Endi meni kiyimlarim juda ham rasvo bo'lib ketgandi-da, loyda ishlagandim.
Ha, tushunarli. Mana ham bunda qanaqadir ish qilib bersam, meni ham soliqlardan ozod eta olmaysizmi? Qanaqa ish qilishing mumkin? Bilmadim, o'zingiz buyuringda, endi qanaqa ish qilishim mumkin? O'ylab ko'rish kerak. Topdim. Короче, yangi olgan avtomobilimga garaj qurib bersang, men seni 10 marta soliqdan ozod etaman. Oho, 10 marta? Ha, 10 marta. Aldamaysizmi? To'shni 10 marta ozod etasizmi meni? Ha, albatta 100% aldamayman. Bo'ldi ya bu yo'q. Men hozir boramanda shunday garaj qurib tashlayman, lekin buni qanoti kattada. Qanaqa sizga yopsam bo'ladi qanotini? U endi sani problema. Qanaqa bo'lsa ham menga mana shu bitta garaj qurib berasan, men seni 10 marta soliqdan ozod etaman. Undan ko'ra soliq to'laganim yaxshi-da. Bo'pti, men ketdim garajga. O'ylab ko'rishim kerak. Soliq to'lasam yaxshimikan yoki garaj qursam yaxshimikan? Kommentariy yozinglar-chi, sizlarning fikringlarni ham o'qib ko'raychi. Balki sizlarni yozgan kommentinglar menga yaxshiroq bo'lar. Ya'ni, misol uchun, Jo'xa, sen garaj qurib ber, chunki garaj qursang 10 marta soliq to'lamaysan. Zato bir martada qutulasan deyishlari mumkin. Lekin rostdan to'g'ri aytyapsizlar. Men ketdim, borib bundan ko'ra garaj qurib beray. Garaj qursam tezroq bitadi hammasi. Atak mana bunaqa qora daraxtdan olib kelsam, ya'ni jungle daraxtlaridan olib kelsam, ishim osonlashib qoladi birdaniga. Menimcha shunaqasi yaxshi. Tak, olamiz. Nechta daraxt olib borsam yetarkin. Uni o'ylab ko'rishim kerak, lekin aniq bilmayman nechta daraxt kerak bo'lishini. Tak, o'z har doim shunaqa. Nimadir qurayotgan vaqtimda nechta daraxt kerak bo'lishini bilmay qolaman. Xo'p, va bu tomondagilarni ham olamiz. Yaxshi. Xo'p. Yana ikkitasini ham olaymi? Yo'q, bu shunchaki turib tursin, chunki ag'anab tushadigan bo'lsa, ikkita ushlab qoladi. Yo'q, ag'anasi ushlamaydi. Ag'anashiga yo'l qo'ymay ushlab turadi hozir ikkalasi. Bulardan ham ikkita olsam, yetib qolsa kerak o'zi. Hozir 27 ta bo'lgan bo'lsa, 28, 29, 30 ta bo'lgan bo'lsa, 30 kara 4 necha bo'ladi? Hisoblanglarchi. Kim kalkulyator bor? Hisoblab beringlar. 120 bo'ladi, bilmaysizlarmi shuni ham? 120 ta, ya'ni 1 staku 60 ta ortiqcha, yo'q, 56 ta ortiqcha blok. Menimcha yetadi. Yetmasa ham, yaqinroq joy-ku, shunday borib olib kelsam bo'ladi. Mana bu yerdagi bir ikkita bloklar olib tashlash kerak. Va belkuragimda olib kelman bank. Iloji yo'q, endi qo'l bilan bo'lsa ham tozalab tashlayman. Lekin qo'limda loy ko'rmasligim kerak edi. Mayli, nechivo, uramiz endi. Nayloj. Soliq to'lamasligimiz kerak muhimi. Soliqdan qutulish uchun har balo qilib ko'ryapman. Lekin har balo qilmasligim kerak. Tak, buni qo'limdan siltavaraman. Keragi hozircha bular ham kerak emas. Yana qayer tegib qo'ygan menimcha boshqa hech qayer bo'lmasa, yer o'zi mana bu tomonda havoda turibdi. Xo'p, ishni boshlaymiz. Qanaqa eshik orqa tomondan qilsammikan? Yo, buni qanday qilsam bo'ladi? Juda katta garaj bo'lib ketadi, bor-ku. Umrimda bunaqa katta garaj qurmagan bo'laman. Qaraylar, mana shu yerdan boshlar ekanman. Ishni osonlashtirishimiz kerak. Xo'p, mana bunaqa qilamiz-da. Mana shunaqa olib borsak dakansa, menimcha zo'r bo'ladi hammasi. 3 qator qilsak yetadi. Menimcha blok aniq yetmaydi. Точно menimcha blokim yetmay qoladi. Ya'ni 2 qator cho'zish kerak. 2 qator yetadi va bu tomonga ham cho'zishimiz kerak. Blok yetmaydi desam ishonmaysizlar, ko'ryapsizlarmi? Blok точно yetmasligi aniq edi o'zi. Tak, mana obbo, rostakasim yetmaskan-ku bu. Borib yana daraxt olib kelishim kerak. Yana necha blok tortsam qanoti to'liq yopiladi. 2 blok tortsam, 3 blok tortsam yopilar ekan. Mana yetmadi. Obbo, yana borib daraxt olib kelish kerak. Zato aytganimdek 10 marta nima edi, soliqdan qutulaman. 10 marta soliq bilasizlarmi? Qishloqqa 10 marta soliq uchun 10 marta kelib ketishim kerak. Chunki soliq to'lash majburiy. Soliq to'lash uchun men kelib ketayaraman. Janob chaqiraveradi. 100-qishloqqa boraman. 100-qishloqda ham soliq to'layman. 97 ga boraman. 97 da ham soliq to'layman. 100 ga boraman. 100 ga ham soliq to'layman. Shaharga borsam, shaharga pul bilan to'lanadi soliq. Atak bu yerda shu polizni yig'ishtirib, poliz uchun soliq to'lash kerak. Uy uchun bu yerda soliq to'lamaydi, lekin shaharda uy uchun soliq to'lash kerak. O'sha narsasi yaxshi qishloqda poliz uchun soliq to'lanadi. Ham har doim to'lanmaydi, 3 ta, 4 ta bir marta to'lanadi. O'sha 3-4 martani yig'ishtirib olishim uchun ham bir marta baribir qishloqqa kelib ketishimga to'g'ri keladi. Shu tomonlarni yaxshilab o'ylashim kerak edi-da boshidan. Boshqa shahar, boshqa qishloqqa ko'chib ketishdan oldin. O'ylamaganman, mana hozir boshqa qishloqqa bir boraman, bir kelaman. Yuribman o'rtada qatnov qilib, shu bitta avtobus sotib olsam, odam ham tashirdim o'rtada. Yaxshi bo'lardi, zo'r biznesga g'oya ham bo'lib ketardi birdaniga. To'xtaylik, yana olib ketib.
yetmay qolsa dabdala bor-ku, yetmay qolishini xohlamayman. Yana kelib ketishimga to'g'ri keladi. O'shaning uchun hammasini birdaniga o'qib ketsam, keyin qaytib kelib o'tirmayman. Ustini ham yopish kerak edi. Ustini ham yopishni o'ylayapman hozir men. Tak 50 tani bo'lsak 4 ga 200 ta blok. 200 ta blok menimcha endi yetadi. 300 takdan ko'p. Juda ham ko'p, yaxshi. Ana endi yetkazaman, ko'rasizlar hozir. Yetsa ham yetkazaman, yetmasa ham yetkazaman. Yetmasa qanday yetkazasan, yo'qa desanglar agar bilmadim endi. Shunaqa deyapman endi, yetmasa bilmadim. O'ylab ko'rish kerak qarashdak. Xo'p, bu yerga qo'yamiz. Tak, tortaveramiz. Muhim tekmasligi kerak. 5 qator bo'lib ketar ekan. Oho, mayli. Bu tomon baland bo'lib ketdi anchagina. Mana tak, necha qator qilsam yana bu yerga keladi. Qaranglar, mana shu blok qator, mana shu qator. Bir qator qilsam yetar ekan o'zi. Tak, mana, takoy. Endi ustini yopib chiqamiz. Ustini yopish anchagina qiyin bo'ladi yo'q, chunki mana bu modimiz ham uncha ko'p ish bermaydi ustini yopishga. Tak, mana shu yerga bittani qo'yamiz va tortib kelsak, bu o'rtaga kelganga ko'rdinglarmi, bitta yetmay qoldi, dabdala. Mana shunaqa narsalarni juda ham yomon ko'raman. Bir dona yetmay qoladi. O'zi opish yetmay qolar ekan birdaniga, bilmadim. Nimaga bunaqa? Nimaga doim menga shunaqa bo'laveradi? Mana va yetmadi. Rostakasim yetmadi, qaranglar. Obbo, mana shu yer qolib ketdi. Yana borib kelamanmi? Yaqinroq joyda ham, mana bu tomonda bor ekan. Mana shu tomondan olib kelib shuni tugatib ketishim kerak birdaniga bugun. Chunki o'sha ertadan nariy qishloqqa ko'chib ketaman, keyin qaytib kelmayman. Nariy qishloqqa borganimdan keyin 13-qishloqqa kelish uchun yana vaqt sarflab o'tirishim kerak. O'sha kelmaslikni oldini olish uchun yana 10 marta kelmayman-da, keyin 10 marta soliq to'lash uchun kelib o'tirmayman. Birdaniga hozir mana shu ishni tugatib ketsam, 10 martalik ishdan qutulaman, mazza bo'ladi. Keyin o'shani o'ylayapman. Men kelajakda o'ylayapman. Hozirda o'ylayotganim yo'q, misol uchun. Nima yerdan bitta qopdi, nechta 20 tani ko'paytiramiz. Yetsa yetmasa endi farqi yo'q menga, to'g'risi. Shunday qo'yamanda qaytib kelmayman endi o'rmonga, to'g'risi. Bitta tuxum bor ekan qo'lda. Jo'ja chiqadi deb o'ylagandim. Jo'ja bechora jo'ja chiqmadi, chiqolmadi. Qandoq qilsin? Chiqolmasa qandoq qilsin? Yetdi va nihoyat. Ortib ham qoldi. Ortib qolganimni beri saflab yorsak bo'ladimi? Bo'lar ekan. 6 ta qoldi va tako bitta ortib qoldi. Bitta mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Bunaqa garajni umrlarda ko'rmagansiz. Juda ham g'alati, katta garaj bo'lib qoldi. Bo'ldi, ketdim, qarochi borib uxlab, ish-pishimni qilib, erta chiqib ketaman 100-qishloqqa.